Bizim ishonchimizdan masjidimiz, masjidga sabab bo'lib, masjidlarimiz juda yomoni botqoqlar edi, o'g'in-do'g'in yo'llarda kelib o'zi qilib bergan. Biz aytmaganmiz, yordam qilib, o'zi addushi qilib, nomona qilib, yordam qilib bergan. Bir qancha qolgan nimalarga ham eshitdik. Ko'p boshmasiga ham naves qilib, yordamlar juda ko'p qilgan. Ko'p yo'llarni qildi, ko'p yaxshilarni qildi. Bular minnatdormiz. Qavm minnatdor, minnatdor. Duo qilamiz. Ashuna ko'plar yordam bergan, yaxshilarni qilgan. Odamlar hammasi biladi. Hozir eslab turamiz, yaxshilarni qildi. Namozga kelib, namoz o'qib ketib yurgan odamlar hammasi biladi qilib berganini. Yana kelganda boshdan ham yana ishlarni boshlanishlarni qilib beraman degan. Xudo xohlasa qilib beraman deb va'da berganlar. Elga xizmat qilib kelyapti bular. Rahmat ularga, uning o'g'illariga, hamma nimalarga, manlarga rahmat. Mashalarga ilohomin. Shu bolalarning umrlari uzoq bo'lsin. Nima maqsadi bo'lsa, maqsadlarini bersin. İşleri ilgari qilsin, yuzini yorqitsin, har xil balo-ofatdan o'zi saqlasin, ijilik bo'lsin. Alloh. Biz mana shu Qizilqishloq Ayl okrugining 7 ta qishlog'i bo'lsa, shu yangi turmush aylidan men Mahmudjon Abjabborov shu oqsoqollarning nomidan Ismoil ota Qayrimdo'li fondiga ko'p rozichiligini bildirib, eldi nomidan rahmat aytaman. Bizga mana masjidimizda turibmiz. Avvalida mana shunday bir oddiy bir pole bo'lgan. Mana shu nimada mana endi mana ko'rinib turibdi. Yoz kunlarida juda isib ketib, kunlar ona ichkarida qiylanib, oqsoqollar, namozxonlar qiylanayotgan mahalda kelib bizga shunaqa bir yordam berdi. Mana 300-400 odamni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bemalol ochiq havoda, yozda, shabadada maza qilib o'qiyapmiz namozlarni. Bu kishini haqlariga ko'p duolar bo'lyapti inshaalloh. Masharimizda kichkina bog'imiz bo'lgan edi. Manaqa anorzorlar, xurmozorlarimiz bo'lgan edi. Bularni olib bo'shatib berdik. Mana shu yerda mana fundamentidan tortib to oxiridan noldan boshlab mana shu kungacha mana shu chiroyli qilib navesda hamma yo'g'ini o'zini nimasidan fondidan qilishib berdi. Ko'p rahmat aytamiz eldi nomidan. Kim kelsa tashqaridan kelganlar ham rahmat aytib, chiroyli bo'pti deb duo qilishib, namozlarda duo qilinyapti. Rahmat o'zi ko'zga ko'rinib turibdi, hamma yo'q. Bu yerda hech bir nimasi yo'q. Haqiqat hammasi. Biz masjidda turib bir kichkina yolg'on so'ylasa yaxshi to'g'ri kelmaydi. Hammasiga rahmat. Alloh ham ko'rib turibdi bu ishlarni. Hech kim, hech qaysi deputatlar bizga va'da berib bunaqa narsa qilib bergan emas. Ulardaqa.